Bugun men 10 oktyabrdan 6 yoshdan oshgan pensionerlarga taqiq joriy qilinadi degan xabar atrofida juda muhim tushuntirish beraman. Bu mavzu bevosita pensionerlarning nafaqasi, bank kartasi, ijtimoiy yordam olishi, davolanishi, ishga chiqishi va davlat xizmatlaridan foydalanishiga taalluqli bo'lgani uchun har bir oila buni bilishi shart. Chunki bitta noto'g'ri tushunilgan xabar sabab odam hujjatini topshirmay qo'yishi, nafaqasini vaqtida ololmasligi yoki o'ziga kerak bo'lgan xizmatdan foydalanmay qolishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya yoshidagi tanishlaringizga yetkazib qo'ying. Asosiy savol shunday: Yumen Beki oktyabrdan boshlab 6 yoshdan oshgan pensionerlarga haqiqatan ham taqiq bormi? Agar taqiq bo'lsa, u nimaga taalluqli? Agar umumiy taqiq bo'lmasa, nega odamlar vahimaga tushyapti? Men bugun shu savollarga oddiy, tushunarli va amaliy tilda javob beraman. Avvalo bir narsani aniq aytaman. 6 yoshdan oshgan inson pensioner bo'lgani uchun avtomatik ravishda jamiyatdan chetlatilmaydi. Uning huquqlari bekor qilinmaydi, bank kartasi yopilmaydi, nafaqasi to'xtatilmaydi va davlat xizmatlaridan foydalanishiga umumiy taqiq qo'yilmaydi. Bunday umumiy taqiq bo'lishi uchun rasmiy qonun, qaror yoki vakolatli davlat organining aniq hujjati bo'lishi kerak. Lekin ayrim sohalarda yoshga, sog'liq holatiga, xavfsizlik talablariga yoki hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilishiga bog'liq cheklovlar bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha aynan mana shu cheklovlarni umumiy taqiq deb tushunib yuboradi. Masalan, bankda shubhali operatsiya bo'lsa, karta vaqtincha bloklanishi mumkin. Bu faqat pensionerlarga emas, hamma fuqaroga tegishli. Yoki ayrim ish turlarida tibbiy ko'rik talab qilinadi. Bu ham faqat 6 yoshdan oshganlarga emas, xavfli yoki mas'uliyatli lavozimlarda ishlaydigan barcha insonlarga qo'yilgan talab bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin pensionerlar pensiyani naqd pul shaklida bank kartasi orqali yoki belgilangan tartibda pochta orqali olishardi. Davlat xizmatlariga murojaat qilish, bankdan foydalanish, mol-mulkni sotish, ishonchnoma berish, meros masalalarini hal qilish, davolanish, subsidiya yoki moddiy yordam so'rash huquqi mavjud edi. Hozir ham asosiy qoida shundayligicha qoladi. Pensioner fuqaro o'z huquqlaridan foydalanadi. Faqat har bir xizmatning o'z tartibi va tekshiruv mexanizmi bor. Endi nima o'zgargan bo'lishi mumkin? Odatda bunday xabarlar bir nechta sababdan tarqaladi. Birinchisi, ijtimoiy tarmoqlarda sarlavha ataylab qo'rqinchli yoziladi. 18 oktyabrdan taqiq, 6 yoshdan oshganlarga ruxsat yo'q. Pensionerlar endi buni qila olmaydi. Lekin ichiga kirib o'qisangiz, gap umumiy taqiq haqida emas, balki biror alohida tartib, tibbiy talab, bank xavfsizligi, hujjatni yangilash yoki firibgarlikka qarshi choralar haqida bo'ladi. Ikkinchisi, odamlar rasmiy manbani tekshirmaydi. Uchinchisi, ayrim pensionerlar hujjat muddati, karta muddati, telefon raqam egasi, biometrik ma'lumot yoki ishonchnoma masalasida muammoga duch keladi va buni taqiq deb o'ylaydi. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz yaroqli bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda bo'lsa, davlat xizmatlari yoki bank xabarlarini kuzatib borsangiz, vahimaga tushishingizga asos yo'q. Siz odatdagidek nafaqangizni olishingiz, bankka borishingiz, shifoxonaga murojaat qilishingiz, kommunal to'lovlarni amalga oshirishingiz, farzandlaringizga ishonchnoma berishingiz yoki boshqa huquqiy harakatlarni bajarishingiz mumkin. Ammo ayrim toifadagi pensionerlar albatta ehtiyot bo'lishi kerak. Birinchi toifa. Bank kartasini boshqa odam ishlatayotgan pensionerlar. Masalan, 68 yoshli onaxonning pensiya kartasi o'g'lida turadi. SMS xabarlar ham o'g'lining telefoniga boradi. Onaxon esa har oy pulim tushdimi deb so'raydi. Bunday holatda bank xavfsizlik tizimi shubhali operatsiyani ko'rsa, kartani vaqtincha cheklashi mumkin. Sababi karta egasi boshqa, amalda foydalanuvchi boshqa. Bu pensionerga qarshi taqiq emas. Bu pulni firibgarlardan himoya qilish mexanizmi. Ikkinchi toifa. Hujjati eski yoki muddati tugagan fuqarolar. Masalan, pensioner odam ID kartasini almashtirmagan, pasportidagi ayrim ma'lumotlar yangilanmagan yoki yashash manzili bo'yicha ro'yxatdan o'tish masalasida muammo bor. Bunday holatda pensiya to'xtab qolishi shart emas. Lekin ayrim davlat xizmatlarini olishda kechikish bo'lishi mumkin. Chunki tizim fuqaroning shaxsini aniq tasdiqlash kerak. Uchinchi toifa
chet elga chiqib ketgan yoki uzoq vaqt yashash joyida bo'lmagan pensionerlar. Masalan, 12 yoshli fuqaro Rossiyada farzandlarnikida yashayapti, pensiyasi esa O'zbekistondagi kartaga tushmoqda. Agar u uzoq muddat davomida hech qanday tasdiqlashdan o'tmasa, ayrim tekshiruvlar paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy masala shaxs tirikligi, yashash holati va pensiyani qonuniy oluvchi aynan o'sha inson ekanini tasdiqlashdir. 4-toifa ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Misol uchun, 55 yoshli boboning harakatlanishi qiyin, pensiyasini nabirasi oladi. Agar ishonchnoma muddat tugagan bo'lsa, noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa yoki undagi vakolat aniq yozilmagan bo'lsa, bank yoki tashkilot pul berishni rad etishi mumkin. Bu ham 6000 yoshdan oshganlarga taqiq emas. Bu hujjat tartibiga rioya qilinmagandir. Agar siz 6000 yoshdan oshgan bo'lsangiz, lekin faol hayot kechirayotgan bo'lsangiz, ishga borayotgan bo'lsangiz, tadbirkorlik qilayotgan bo'lsangiz ham, bank kartangizdan o'zingiz foydalanayotgan bo'lsangiz, to'lovlaringizni o'zingiz qilayotgan bo'lsangiz, sizga nisbatan alohida umumiy taqiq mavjud degan xulosaga kelmang. Pensionerlik yoshi insonning huquqiy layoqatini bekor qilmaydi. Ya'ni odam 6 yoshdan oshgani uchun o'z uyini sota olmaydi. Bankdan pul yech olmaydi. Shartnoma imzolay olmaydi degan qoida yo'q. Masalan, 12 yoshli ayol o'z nomidagi kvartirani sotmoqchi. U notariusga boradi, shaxsini tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatadi, hujjatlar tartibda bo'lsa bitim amalga oshiriladi. Agar notarius uning holatidan shubhalansa, ya'ni inson bosim ostida emasmi, tushunib imzo qo'yaptimi degan savollar tug'ilsa, qo'shimcha tushuntirish yoki tibbiy hujjat so'ralishi mumkin. Lekin bu faqat yosh sababli emas. Bitimning qonuniyligi va inson huquqini himoya qilish uchun qilinadi. Yana bir misol, 67 yoshli erkak pensiyasini bankomatdan yechadi. Agar u PIN kodini o'zi bilsa, karta o'zida bo'lsa, operatsiya odatiy bo'lsa, hech qanday muammo bo'lmaydi. Lekin bir kunda 10 million so'm yechilsa, keyin boshqa viloyatdan yana operatsiya qilinsa, bank xavfsizlik tizimi tekshirishi mumkin. Chunki bu firibgarlik belgisi bo'lishi ehtimoli bor. Bu ham pensionerlar uchun taqiq emas, balki mijoz pulini himoya qilish chorasi. Birinchi misol, 64 yoshli onaxonning pensiyasi har oy 20 million 300 ming so'm tushadi. Kartani kelini ishlatadi, onaxon esa naqd pulni uyda oladi. Bir kuni karta orqali internetda 2 million so'mlik xarid qilinadi. Bank buni shubhali deb topib, kartani vaqtincha bloklaydi. O'ylasa pensionerlarga taqiq qo'yildi deb o'ylaydi. Aslida muammo boshqa. Karta egasi operatsiyani o'zi qilganmi yoki yo'qmi? Bank shuni aniqlamoqchi. Yechim oddiy. Onaxon bankka shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan boradi, operatsiyani tasdiqlaydi yoki rad etadi, kerak bo'lsa karta yangilanadi. Telefon raqami o'z nomiga rasmiylashtiriladi. Ikkinchi misol, 70 yoshli bobo pensiyasini pochta orqali oladi. U vaqtincha qizining uyiga boshqa tumanga ketgan. Pochta xodimi uni eski manzilda topa olmaydi. Keyin odamlar pensiyani berishmadi, demak taqiq deydi. Aslida masala manzil va olish tartibida. Bobo pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotga murojaat qilib, pensiyani olish tartibini o'zgartirishi, bank kartasiga o'tkazishi yoki vaqtincha manzil bo'yicha masalani aniqlashtirishi kerak. Uchinchi misol, 63 yoshli ayol ishlashni davom ettiryapti. U davlat tashkilotida emas, xususiy korxonada buxgalter bo'lib ishlaydi. Kimdir unga oldindan oshganlarga ishlash taqiqlanadi deb aytadi. Bu noto'g'ri. Mehnat qilish huquqi yosh bilan avtomatik tugamaydi. Faqat ayrim lavozimlarda, masalan, sog'liq uchun xavfli, jismoniy yuklama katta yoki xavfsizlik mas'uliyati yuqori bo'lgan ishlarda tibbiy ko'rik talabi bo'lishi mumkin. Agar shifokor ruxsat bersa va ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi qonuniy tuzilgan bo'lsa, odam ishlashda davom etadi. 4-misol, 52 yoshli pensioner nabirasiga ishonchnoma bergan. Nabira bankka borib pensiyani olishga urinadi, lekin ishonchnomada aynan pensiya olish vakolati yozilmagan bo'ladi. Bank pul bermaydi. Oila buni taqiq deb qabul qiladi. Aslida ishonchnoma matni noto'g'ri. Ishonchnomada qaysi tashkilotdan qaysi turdagi pulni qancha muddat davomida olishga ruxsat berilgani aniq ko'rsatilishi kerak. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchisi, 60 yosh degani hamma uchun bir xil huquqiy holat degani emas. Erkaklar, ayollar, imtiyozli pensiya oluvchilar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar, ishlayotgan pensionerlar va chet elda vaqtincha yashayotgan pensionerlarning vaziyati bir-biridan farq qilishi mumkin.
Shu sababli bitta umumiy gap bilan hammani qo'rqitishni to'g'ri. Ikkinchisi, bank kartasi bilan bog'liq muammo pensiyaning bekor qilingan degani emas. Ba'zan karta muddati tugaydi. Masalan, kartada 1024 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil oktyabr oyining oxirigacha amal qilishi mumkin. Muddati tugagach pul hisobda qoladi, lekin eski karta bilan yechib bo'lmaydi. Pensioner bankka borib kartani yangilaydi. Odamlar esa 15 oktyabrdan kartalar yopildi deb o'ylashi mumkin. Aslida sabab karta muddati. Uchinchisi, telefon raqam juda muhim. Hozir ko'p xizmatlar SMS kod, mobil ilova, bank xabari va tasdiqlash orqali ishlaydi. Agar pensionerning kartasiga ulangan telefon raqami farzandi, qo'shnisi yoki boshqa odam nomida bo'lsa, keyinchalik muammo chiqishi mumkin. Men doim tavsiya qilaman, pensiya kartasiga ulangan raqam imkon qadar pensionerning o'z nomida bo'lsin. Agar inson telefondan foydalana olmasa, yaqin qarindoshi yordam berishi mumkin. Lekin hujjat va ruxsat masalasi tartibli bo'lishi kerak. To'rtinchisi, firibgarlar aynan shunday vahimali xabarlardan foydalanadi. Ular telefon qilib, 2 oktyabrdan pensionerlar kartasi bloklanadi. Hozir SMS kodni ayting, men ochib beraman deydi. Yoki nafaqangiz to'xtamaslik uchun plastik kartangiz raqamini va amal qilish muddatini ayting deydi. Men ekspert sifatida qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kodni aytmang, karta pin kodini bermang. Kartaning orqa tomonidagi 3 xonali kodni aytmang. Bank xodimam, davlat xodimam telefon orqali bunday maxfiy kodlarni so'ramaydi. Beshinchisi, pensionerning nomiga kredit, qarz yoki onlayn xarid rasmiylashtirilishi mumkin. Afsuski, ayrim hollarda yaqin qarindoshlari ham pensionerning ishonchidan foydalanadi. Masalan, telefoningizga kod keldi, ayting kommunal to'lov qilaman deb, aslida kredit shartnomasini tasdiqlashi mumkin. Keyin pensioner, men hech narsa olmaganman dedi. Lekin tizimda SMS tasdiq bor. Shuning uchun har bir kod nimaga kelganini o'qimasdan turib hech kimga bermaslik kerak. Tibbiy holat va huquqiy layoqatni aralashtirmaslik kerak. Inson tekmil yoshda bo'lsa ham aqli raso qarorini tushunib qabul qilsa, huquqiy harakatlarni amalga oshira oladi. Aksincha, yoshroq odam ham sud qarori bilan muayyan layoqat chekloviga ega bo'lishi mumkin. Demak, yoshning o'zi avtomatik taqiq emas. Muammo insonning o'z qarorini tushunishi, bosim ostida emasligi va hujjatlar qonuniyligida. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, familiya ism yozilishi, tug'ilgan sana. Yashash manzili to'g'ri ekanini ko'ring. Agar hujjat eskirgan, yaroqsiz holga kelgan yoki ma'lumotlarda xato bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga yoki ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, kerak bo'lsa eski pasport, fotosurat talab qilinadigan holatlar bo'yicha ma'lumot va to'lov kvitantsiyasini tayyorlang. Ikkinchi qadam, pensiya qayerdan va qanday tushayotganini aniqlang. Agar bank kartasiga tushsa, kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, bankka oldindan boring. Bankka borganda ID karta yoki pasportni oling. Agar kartaga ulangan telefon raqam o'zingizniki bo'lmasa, uni o'zgartirishni so'rang. Agar mobil ilova ishlatilsa, parol va kirish huquqi begona odamda qolmaganiga e'tibor bering. Uchinchi qadam, ishonchnoma masalasini tartibga keltiring. Agar pensiyangizni farzandingiz, nabirangiz yoki boshqa ishonchli odam olib berayotgan bo'lsa, notarial ishonchnoma muddati tugamaganini tekshiring. Ishonchnomada aynan pensiya, nafaqa, bank hisobvarag'idan mablag' olish, ariza berish, imzo qo'yish kabi vakolatlar aniq yozilgan bo'lishi kerak. Umumiy ishlarimni yuritsin degan noaniq matn ayrim joylarda yetarli bo'lmasligi mumkin. 4-qadam, rasmiy manbani tekshiring. Agar siz 18 oktyabrdan taqiq degan xabarni ko'rsangiz, avvalo bu xabar qayerdan chiqqanini tekshiring. Rasmiy vazirlik, pensiya jamg'armasi, Markaziy bank, davlat xizmatlari agentligi yoki hukumat portali e'lon qilganmi yoki noma'lum Telegram kanali yozganmi? Agar xabarda hujjat raqami, qaror sanasi rasmiy havola bo'lmasa, unga darhol ishonmang. 5-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishni biling. Agar pensiyangiz kechiksa, kamayib qolsa yoki tushmay qolsa, vahima qilmang. Avvalo bank hisobingizni tekshiring. Keyin yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya bank karta ma'lumotlari,
oldingi to'lovlar haqida ma'lumot va ariza tayyorlang. Arizada pensiya to'lovi nima sababdan kechganini aniqlab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 6-qadam bank bilan yozma yoki rasmiy tartibda gaplashing. Agar karta bloklangan bo'lsa, bankdan sababini so'rang. Shubhali operatsiya muddati tugagan karta, mijoz ma'lumotlarini yangilash, telefon raqam tasdiqlanmagan kabi sabablar bo'lishi mumkin. Bank xodimidan qaysi hujjat kerakligini aniq so'rang. Telefon orqali kelgan notanish odamga ishonmang. Bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. 7-qadam firibgarlik bo'lsa, darhol harakat qiling. Agar kartadan pul yechilgan bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklating. Keyin ichki ishlar organlariga ariza bering. Arizada qachon qancha summa, qaysi karta, qanday holatda pul yechilgani, kim qo'ng'iroq qilgani, qanday SMS kelgani batafsil yozilsin. Telefon raqam, SMS skrinshotlari, bank xabarlari, chek yoki ilova ma'lumotlari saqlansin. 8-qadam oilada aniq qoida belgilang. Pensioni ota-onangizga tushuntiring. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Karta pin kodi yozib qo'yilmaydi. Notanish havolaga bosilmaydi. Nafaqangiz to'xtaydi degan qo'ng'iroqqa ishonilmaydi. Agar biror xabar kelsa, avval farzandlari yoki ishonchli odam bilan maslahatlashsin. Lekin yordam berayotgan farzandlar ham pensionerning pulini uning roziligisiz ishlatmasligi kerak. Bu nafaqat axloqiy, balki huquqiy masala hamdir. Men bu mavzuda eng katta xavfni noto'g'ri xabarda ko'raman. Chunki odam taqiq degan so'zni eshitishi bilan qo'rqadi. Qo'rqqan odam esa shoshilib qaror qiladi. Shoshilib qaror qilgan odam firibgarga ishonib qo'yadi. Hujjatini noto'g'ri topshiradi yoki kerakli joyga borishni kechiktiradi. Shu sababli men doim 3 ta savol berishni tavsiya qilaman. Birinchi savol: bu xabarni qaysi rasmiy organ e'lon qildi? Ikkinchi savol: bu taqiq aynan kimlarga va qaysi xizmatga tegishli? Uchinchi savol: men shaxsan nima qilishim kerak va buning uchun qaysi hujjat talab qilinadi? Agar xabar bu 3 savolga aniq javob bermasa, uni tarqatmang. Masalan, 6 yoshdan oshganlarga taqiq degan gap hech narsani anglatmaydi. Nima taqiqlanmoqda? Ishlashmi, bankdan pul olishmi, mashina haydashmi, kredit olishmi, davlat xizmatdan foydalanishmi, shifoxonaga borishmi? Har bir sohaning o'z qoidasi bor. Umumiy qo'rqinchli sarlavha esa ko'pincha odamlarning e'tiborini tortish uchun yoziladi. Agar masala mashina haydash bilan bog'liq bo'lsa, tibbiy ko'rik va haydovchilik guvohnomasi muddati muhim bo'ladi. Agar masala bank bilan bog'liq bo'lsa, karta, shaxsni tasdiqlash va xavfsizlik talablari muhim. Agar masala pensiya bilan bog'liq bo'lsa, yashash holati, hujjatlar, to'lov usuli va pensiya jamg'armasi ma'lumotlari muhim. Agar masala ish bilan bog'liq bo'lsa, mehnat shartnomasi, tibbiy ruxsat va lavozim talablari muhim. Demak, men bugungi mavzuni aniq qilib yakunlayman. 15 oktyabrdan 60 yoshdan oshgan barcha pensionerlarga umumiy taqiq joriy qilindi deb vahima qilishga asos yo'q. Lekin pensionerlar uchun hujjat, bank kartasi, telefon raqam, ishonchnoma, tibbiy ko'rik va firibgarlikdan himoyalanish masalalari juda muhim. Muammo ko'pincha taqiqda emas, tartibga solinmagan hujjatlarda, muddati tugagan kartada, noto'g'ri rasmiylashtirilgan ishonchnomada yoki yolg'on xabarga ishonishda bo'ladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq pensioni ota-onangiz yoki yaqinlaringizning hujjatlarini, bank kartasini, telefon raqamini va pensiya olish tartibini tekshirib chiqing. Shubhali xabar ko'rsangiz rasmiy manbani izlang. Notanish odamga SMS kod bermang. Muammo bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanmay bankka, pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga rasmiy murojaat qiling. Sizningcha pensionerlarni bunday vahimali xabarlarda himoya qilish uchun yana qanday choralar kerak? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri tushuntirish bir insonning pensiyasi, puli va huquqini saqlab qolishi mumkin.